Oğlunuz ham necha yil kasallanib yotdi? 7 yil kasal. 7 yil. 7 yil. Obunachilar shunning sinov bersa shunning ketmay-ket barar ekan. Allohim yaxshi ko'rib turibdi. Yig'lamang. Xudo xolasa hammasi zo'r bo'ladi. Shifo bersin Allohim. Duo qilib qo'yinglar, kommentariyada shifo bersin deb. Shunda ko'p duo etinglar, ko'p duosi ijobat qiladi. Shu qo'llaringizdan kelgancha shu qizimga yordam beringlar. Shu yordam berish qo'llaringizdan kelmasa endi qiynalgan mening nelar nedir ko'pdir endi. Baribir o'zim ham ko'p anovat bo'lmayman. Yordam net o'limmandan to'g'risi. Ko'p duo etinglar deb so'rayman. Shu qizimga duo etinglar ko'p. Qo'llaringizdan kelgancha yordam beringlar, shu qizimga befarq bo'lmanglar. Men shu uyimni sotacakman. Uyini sotacakman. Boshqa ilojim yo'q boshqa. Yoz gaplimi? Gaplamayman. Gaplamaydi-ku. Appetitnchik yo'q umuman. Hozir shu gripplangandan juda yaxshi yeb o'tiradi, yo'q yeyishni. Nafas olish qiyin bo'lib turibdi-ku. Puli to'g'risi ham to'lanmadi, suvlarimizni puli ko'p tavering to'lanmadi. Endi ne bo'lmagani, bo'lmasa o'chib qoladi-da agar to'lanmasak. Suvingiz necha so'm qarzi bor? Bilmayman lekin. Adresini aytsangiz, Vodokanaldagilar o'zlari ham xudo xolasa imkoni bo'lsa ko'rsalar to'lab beraveradi banda. Adresingiz nima? Seniki Urganch shahar. Najmiddin Kubro 122 16-uy. Bugun juma ayyomi. Juma ayyomida duoga ijobat. Xudo xolasa duo qilib qo'yinglar. Blogerlar bo'ladigan bo'lsa, akamiz dim ko'p blogerlar iltimos etibdi. O'zi pul so'rabdilar. Yo'q do'stim ayting. Uy chiqarib beringlar deb ana aytdim. Shunday ahvoldan pul so'rab turibdilar deydi. Holatimni tushuntirib anam aytibdi-ki, gaplashmadik. Xo'p, yaxshi kelishamiz dedi, lekin u bola kelmadi. Holatingizni tushuntirgandan keyin kelmadi. Yo'q, hafta bo'ldi, endi kutib o'tirdik. Shu uy muammosi bo'yicha endi dim bo'lmasa uyini reklama qilib berib ketinglar. Agar blogerlar bo'ladigan bo'lsa, esa aka men ham qo'limdan kelganini chiqaramiz. Xudodan inorani. Xudo xolasa qo'ldan kelganini qilib turibman. Rahmat sizga. Mushkulingiz oson bo'lsin. Rahmat sizga. Biz uchun beminnat xizmat etib turganingiz uchun katta rahmat deyman. Ilohim sog'ayib ketgan shu qizingiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, sog'misizlar? Bugun yaxshilik qiling deb proyektimizning 30-sonini olamiz. Bugun 18 yoshli ukamizni organizmida yog' almashuvining buzilishi degan kasallik bor ekan. Shu narsa bo'yicha kasallangan ekan. O'tgan safar ham chiqardik berni. Vodnikda, Urganch shahrida, Vodnikda joylashgan Sardor Rahimxon uy berganlar. O'zi musibatning izina musibat kelib turibdi akkamizda to'xtamang. Boshda turmush o'rtoqlari vafot qilib kelgan Rossiyada, keyin undan keyin bolasi ham shu kasallik bilan 22-yilda kasallangan ekan. Yana hozir 25-yil, 1 yildan ziyod bo'ldi. Qiz ham shuning kasallik bilan kasallanib turibdi. 4 oy oldin tushirdik. Bu videomizni yaqinlaringizga bir tarqatib beringlar, befarq bo'lmanglar. Iloji bo'lsa iltimos qilar edik. Tadbirkor og'alarimizga tarqatib berishlaringizni. Like bosib bersangizlar ko'proq odamga tarqalgan bo'lar edi. Esa videoni boshimiz xudo xolasa qo'llab-quvvatlab podдержка etsa deb o'ylayman. Savob uchun qilib beringlar, dim bo'lmaganda xudo xolasa odamlarga yetib borsa o'zlari 1000 so'm, 2000 so'mdan qo'ldan kelgancha tashlab boraveradi. Saqlanib ham qilib qo'ysangizlar, qachondir pul tushadigan bo'lsa, plastiklaringizga o'tirib beraverasizlar. Esa boshlaymiz. Yine Dilafruz ukamiz 2007-yilmidi? 2007-yil. O'tgan 4 oy oldin sayil qaddini dik tutib, yozdim, uje vesam tashlabdang. Hozir ham osib qoldi. O'zi ishtahasi ham yo'q ujang. Ishtahalar ham yo'q, chaynash qobiliyatim uje to'xtab, chaynash ham narsa yo'q, chaynamaydi yaxshi. Bu uyimiz obunachilar Sardor Rahimxon bir dona kul cho'pini ham akamiz olmagan edi. Hamma narsasi bilan taxlab beribdilar. Alloh rozi bo'lsin u odamdan. Shu uyni podarka etib berib ketganlar ihson qilib. O'zingiz bir ozgina kasalligi bo'yicha ko'rmaganlar uchun to'xtalib o'ting aka. Orqaga o'tiring. Orqaga o'tirib. Qizim 23-yilda shu oyog'ini oqsab, shu balam elde shundan kasal bo'ladi. Yurmay qo'yadi ulam. Keyin balam olamdan o'tgandan keyin qizimda shu oyog'ini oqsab boshladidan bulam. Oyog'ini oqsab, doktor olib shu yog' almashuvi buzilishi, adrenalekadistrofiya deb turibdi. Yog' almashuvi buzilishi. Fan nomida aytiladi dedingiz, adrenalekadistrofiya. Kasal bor ekan.
Bunun davası bak, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bizler şu başlap Petra barganlarımızda ilk göçürüş aytverdi. Az özlerimizi genetika barganlarımızda kletkele gerek. Okuldары sizleri diklep bilmeydi dedi. Ava. Lечениялар unchalik yaxshi ne bermeydi. Kletkalar, stolovay kletkalar qilish kerak dedi. Şu namazı Türkiye bilen gaplashdik. Ava. 30 ming bilan. 30 ming dollar deb tutding. bilan deb turishni. O'tgan safar videomuzda necha so'mning pul tushibdi? 7 million pul. 7 million pul tushibdi yana. Obunachilar 30 ming dollar deb tursang. 30 ming dollar. Tadbirkor og'alarimiz bo'lsa, shuning bir iloji bo'lsa, qani sportsmen bolalar bo'ladigan bo'lsa, shuning sababi bitta pul bor to'g'risi, shuning futbolistlar, boksyorlar bo'ladigan bo'lsa, yaqinlaringiz bo'lsa bir tashlab beringlar bu videoni. Masalan 3-4 odamdan, 5 odamdan yig'ilib qoladigan bu krupniroq yig'ilsa. Boshqa hech kimingiz yo'q aka. Ota-onangiz bormi? Yo'q ota-onangiz. Turmush o'rtog'ingiz ham yo'q. Yo'q, olamdan o'tgan. Opam shu olamdan. Akam bizlar kichkina vaqt o'tib ketgan. Og'ayningiz bor, qang? Og'aynim bor, og'am. Aynalarimiz bor. Og'aynilari bor, ular ham yana o'zini. Pul yo'q, o'zlari bilan hamma bari bir o'zini nasi bilan, o'zinikini to'g'risam, o'zinikini zo'rdan anav aytadilar-da. Bizlar unchalik pul yo'q. Hozir sizni, masalan, siz ishlaysizmi? Hechqanday uydasiz, bola ko'tarib, bolani ishlayman, shu qizimni yedirib ichiraman. O'zi qo'llari ham harakatlanmaydi, oyoq endi avvalgida sal bitta yaxshiroq edi, hozir qo'l oyoqlari shuni yotadi, klaskada yuriydi. Klaskada yuriydi. Klaskasi bor ekan, obunachilar. Klaskada. Loyim shifo bersin. Men buni tashlab berib qarasam borib Shuni kelaman. aytaman. Sal bahorroqda o'zim bitta qarashata borib kelib gaplarmini ham qo'ydi axir. Gaplanmaydi. Avvalgi safar shuga esa bitta gaplab ham bitta nera. Sal bo'lsam qaddini dik tutib o'tirib edi axir, ozidim. Yo'q, ozidim yotib. Ves tashlabdi rasmiy. Hozir siz chikotda kelib turgan pul yo'q-ku sizda. Nedan pensiyasi bor lekin? Pensiya bor, faqatgina pensiya bor. Men murojaat etdim, menda ana xatlar ham turibdi kelgan. Balama vafot kunama olmaganim uchun deb turibdi, bizlara ne chiqmaganligi sababi. Nechun chiqmaydi bizlar axir meni boquvchim bo'lmasa, shu qizim kasal bo'lsa. Nima chiqishi kerak ekan? Balama vafot kunama olmaganman. Shu balam qachish bo'lgan. Endi meni balam qachish bo'ldi-ku, men yugurib borib endi aytib turibman, hech kim ham yo'q yonimda. Borib olib keladigan vafot kunamani. Shu uchun chiqmayman ekan. Shuning uchun endi bala diri bo'lib chiqib turibdi. Shuning uchun dedi, senga berib bilmaymiz. Agar bergan taqdirimizdan axir men shunday sharoitda men hozir berish uchun berilmaydi. Agar shu balam ham kasal bo'lib chiqadi-ku, agar shunday bo'lsa desam, bilmasam undirib oladilar deb turibdi. Hey Allohim. 3-4 marta murojaat etdim. Agar shu masala bo'yicha yechib biladigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, vafot guvohnomasi olinmagan ekan, yani mahallada damir daftar degan narsalar bor. Guruhimiz bizda damir daftar. Beriladi axir bir narsa qarang. Yo'q, hech narsa. Hay? Bilmasammi, bizlara berilmaydi hech narsa. Mahalladan hech nima pul berilmaydi. Mahalladan hech narsa xarajat har vaqtda hech nima yo'q. Yo'q, biza ko'chib kelgan vaqtlarimizda to'g'risam yolg'on gapimiz ozgina shu vaqt ana un kelar edi. Shu vaqtda bir marta, ikki marta shu un bergan, keyin poyoqqa un berar edi. Shu vaqtda shuni olganman, boshqa hech qanday yordam olmaganman mahalladan. Shuni yordam berib biladigan imkoniyatlaringiz bo'lsa, yordam beringlar. Shu qizimiz 18 yoshida, xudo xolasa, yaxshi bo'lib ketsa, endi bir turmushga chiqing degan yerda kelgan ekan qizingiz, xudo xolasa. Yordam beringlar. Obunachilar befarq bo'lib iltimos qilamiz. Shu nima deydi, ehsonning mukofoti, ehson haqiqatdan ham ehsonga muhtoj oila. Uyingdan chiqib bilmaydi. Shu tarat ham, tiyinda yuntirish ham hamma narsa o'zingizda. Hozir ko'zim maldinda ko'tarib, yana aylantirib ish qilib bir kelib ko'rsangizlar, xudo xolasa haqiqatdan ham ko'rasizlar. Dim qiynalgan akamiz. Bu o'yinini aytganimning Sardor Rahimxon berib, necha xona oladi bu yer? 3 xona olang. 30 ming dollar oz emasdan. Oz emas. U 7 million ham xarajatga ketib qolgandi u. Masalan 4 oy bo'libdi tushirganimizda. Kommunallarni chiqib amaliyot tutmisiz? Svet o'chib qoladi, bo'lmasa gaz o'chib qoladi. Hozir pensiyasi tushgan vaqtda tashiyman. Necha so'm pensiya oladi? 1 million 100 ming so'm pensiya oladi. 1 million 100. Har oyda 50 ming so'm qarab turaman-da telefonda shu. Qavaslik uchun sinalamizni puli to'g'risi ham to'lanmadi, suvlarimizni puli ko'pdan beri to'lanmadi. Endi ne bo'lmagani, bo'lmasa o'chib qoladilar agar to'lanmasak. Suvingiz necha so'm qarzi bor taxminan? Bilmayman lekin. Uning telefoningizda programma o'ylamang ko'pmisiz?
Yine şu bir nov uy bu. Adresini açsanız Vodakanal deyilən özlərəm xuda xalasa imkanı bolsa görseler töle beraber edəndə. Adresiniz novusunu? Səniki Necmettin Kubra 122 16. uy. Ürgənç şəhər Necmettin Kubra 122 16. uy. Yine bir vodnikdə 7-ci köçənin doğrusundan girilədi çəpə. Əgər Abxadnoy tərəfdən gəlsəyiz çəpə giriləsiniz, bir yandan gəlsəyiz ona girilədi 7-ci köçənin doğrusunda. Yine şunu ahval olub tutdu. Yaz gəpli mi? Gəpləmiydi. Gəpləmiydən. Apetitinçik yok mu? Hazır şu griplənən ilə burada yaxşı yeyib oturuverdi, yox, yeyişinə. Nefes alış qıyım olub tutdu. Şamallağan mazgına. Şamallab toxşaydı da bilmem şuna. Yoxsuz etib boş pişirmə. Uşa anam azgına qaçıbdan əvvəlgidən. Yox, əvvəlki dinəməm. Aytdırman ki, Allah'ım şifa versin. çeynəşəm, yaxşı çeynəb yeyib oturuverdi. İştədilik ən? Eşitədi. Dilafruz ən? Dilafruz? Ana işte Allah'ım şifa versin sizə. Şu qollarınızdan gelincə şu qızıma yardım veringlər. Şu yardım ver şu qollarınızdan gəlməsə indi qiynalğan. Mən indi nədir? Köpdür indi. Bər özüm hem köp ana vəti ölməyəm. Yardım net ölümməndən doğrusan. Dua etinglər də sorayman. Şu qızımı dua etinglər köp. Qollarınızdan gelincə yardım veringlər şu qızıma bir fark bulmanglar. Ben şu uyumu satacakman. Uyunu satacakman. Başka ilacım yok başka. Yine şu uyunu satamam. Uyunu satamam deyip tuttular. Eğer imkan olmasa, dım olmasa plastik izi koyup koyalı şundan bir plastik izi verin bana. Koyup koyun, olmasa o izden bir xatar göstermem. O izde bir xatar plastik izi verin. No, ipoteka bank, Halk Bankayım. Karan plastikin çıkarpam koyman 54 40 81 03 12 18 02 79 91 İbadullayeva kim? Ümide. Sizin özünüz axlayın. İbadullayeva Ümide. Halk Banka. Hop. Keyingi ipoteka bank 9860 0101 3388 0244 İbadullayeva Ümide. Bu telefon numara ölengenmi? SMS qaysı numara? 97'den 97'lik 407 1983 407 1983. Ekrana yazıp çıkarıp koyamam. Ben özü bir görsetiş gerekirse satadan. Satacakman. Hakikattanam. Aladığım bu sala Həmmə nərsəsi biləm sataman. Ki uy tapılar, bir dəli vaxt kvartirada olub durubam, yaşab durarım, ilacım yox. Şu kızım saklab qazan buldu, başqa heç kim yox axırdan. Uyam tapıladığım nərsə bər Farzand qaytadan tapıb ölməyəm ki, doğru. Birisini yox etdim, indi şu kızım yox netməsin. Əvvələm Xuda. Turmuş ortağınız kaçan vəfat qıldı? Turmuş ortağım 2014'da vəfat etken. 2014-cü ildə. Orada vəfat olub gəldi, şu anda işlədir. Musibət. Oğullarım kəsəllənib. Oğluyuzam çil kəsəllənib yaptı? 7 yıl. 7 yıl. Allah'ın açığa şimdi sınav versə şimdi getmək etmələri. Allah'ım yaxşı görüb tutsun. Yığlama. Xuda xalasa həmməsi zor olar. Şifa versin Allah'ım. Dua qılıb qoyunlar kommentarda şifa versinlər. Versinlər. Köp dua edinlər. Köp duası icabət. Ben kolumdan gelince şu anonsunu edip görüşüm. Bana ayttılar. Sustalava kliyetkələ yardım verədiler. Bugün cümə ayamda dua icabət. Xuda xalasa dua qılıb qoyunlar. Blogerlər boladan olsa əpkəmiz dım köp blogerlərə iltimas etibdi. Orası pul sorabdılar. Yad olsa amatin. 3 kat veringlər bana ötürüm. Şimdi ahvaldan pul sorab tutdular idi. İndi bitəsindən halətimizi düşündürmədik, doğrusan. Halətimizi düşündürüb anam etibdəki gəpləşmədik. Xo'p, yaxşı gəlişəmiz dedi, lekin bu bala gəlmədi. Halət tezi düşündürgəndən keyin gəlmədi. Yox, həftə oldu, indi kütüb oturuverdik. Şu uy mamması boyunca indi Dım olmasa uyini reklama qılıb bəlkə getinlər. Əgər blogerlər oladan olsa, əpkəmiz hazır aytıb, azıq nə tutdurada qıslıqıb, şunca adam aytdıq deyib.
Bir xatar görsatib bering näse öýüzde. Görsatip berýän bemalol. Bu kasallik varakalarymı? Aman Onu görüp berseler azgına olsam onam görsatali. içinde. Şunu bering birsini. Doktorlar bolsa bu näme ekan? Näse bu MRT kagazyndaky durun size. Bering 2017 ýyl diýdi. Bu oglyňyzdaki bolsa mümkin bering. Yok. Kızıyzdaki mi? Şu balam kesel bolgan wagtynda kızymam düşürtürgenmiz da. Şu munda hiç nerse demediler şu wagtynda. Kana diýdim şu nerse. Şu dokumentlerinden bir hatar görsatkenimiz ýaxşy. Bayağı kagazyny kaýsy nedelikini bilmeýin durupman da. Zaključenje ne dedi? Kamilova Dilafruzayn. Xorazm, Gorod Urganch, Najmiddin Kubra 122-16. İkinci rivonok dep köt. Bu ýakynda şu ýazdaky Salava Kletkede ýazyp berdim. Sera şunu kılıp görüňler bir holat. Kan nerinde oýundaki? Karan, persindene. Ne degen joyuna karan. Ine doktorlar bol adam bolsa ine. Fakat birgine tabletka bilen, Sirdalut tabletkasi bilen transpalansiya näse diýdi? Gemopatichski diýdi. Salava Kletk diýdi. Ine şunu abonaçylar bolsa düşünädi doktorlar. Esa bir öýüzi görsatali. Görsat. Ya bir xana, 3 xanaly eken. Beýanymyz Sanuzel terapeň. Aman. Sanuzel, Aristollara bunu adam koyup berdimiz. Aman, hemen näse. Bir spalny xanamyz eken. Spalny xana. Ey, malades. Koridoruna karan beýandan köçe tarapdan gelip düşündürüp bersem, kimdir satyp alajak bolsa beýmalol. Bir kuchnya eken koýun. Aman, wan kuchny. Kuchnyasy. Köçeden tapçan beýramsyňki. Aman. Bizanniki şürüşötkelerini anam koyup bergenmediler. Bize kesek işgal bir rüşötkesi var eken. Bizlerden elde yaşagallar belki mana etkendir. Siz hiç ne rüşötke almadınız zaten? Hiç nerse almadık. Arka taraflarında bağları bileminde, eşik yazında meyveleri var. Hazır ben bir şöyle düşüntürüp versem yaxşı olar. Hazır bir yandan geteden bolsak ona 7-nji köçeye çıkadı. Demek 7-nji köçeden girik gelesinden çap aylanasız yine birinci şu domda birinci etajında uglovoy joy. Yani yan başları bilen gitken bağı. Joy alaman diýdi onlar bolsa şu adama yardam kılış gerek. Blogerlerden bir iltimas kılıp kalara deyip gelip bir düşürüp berişler izni. Birine tapçalları bu. Hiç ne olsun etmeyin. Hemmesini Serdar Akımkan kılıp bergen eken. Girgen yerimiz yine kuchnyası. Yanımız koridordan girik gelemiz. Ben de zalı. Ötken safar şu zalda syomka kıladık. Şu lüstralarından, televizorlarından, şu stolları, divan kreslolarından hemmesini kartinkelerinden koyup bergen ekenler. Gilemlerinden doşap bergenler. Tayyar joy, jaluzisine son karanglar. Her bir kondisioner. Şunu etip taklap berip gitken ekenler. Şu narsaları bilen birgelikte Xudo xolasa sataman dep tuttular. Giremiz beýde bir xanası. Sanuzel, bende bir xana. Kan ep ketçe sona beresi indi birini. Pulunça son. Hudaýym bir kymmatrak satyp aladan adamla çykyp gagy bir yardam menden şu dep. Indi bana tutupmyz bize. Berbi $30.000 gerek sen. U nege Salava Kletken özüne da u. Şu bize 40 Yolu- miňler bolsa da 40.000 olsa yol pulu näse näse bolsa satam. jaýnan mı? Joyny şu 40 miňe belkim alan adam tapyp kalar degen niýetde indi şunu netjekmizde. $40.000 dep tuttulayna abonaçylar eger kimdir $40.000 berýän bolsa ýa görüňler. Nerseleri bilen, hemme veje bilen. Hiç nersesini alıp gitmeyimiz. Indi beri plastiklerini alarmız. Kan imkaniyatı bol adam bolsa bu tedbirkarlarımız dım olsa bu adam $1000 berip bir adam kurup ýeteden adamlar var $2000, $5000. Şunny adamlaryň elinden çykyp gagylaýyn bu videomuz. Xudo xolasa sizler üçin bir like basyp beriňler. $1000'dan bolsa 40 adam taşasam ýygylyp galady eken o. Xudo xolasa aýtyp bolmaýdy da. Çykmagan jandan ümit tep epkemem mene çakyryp tuttu. Tüni saparam düşürüp berberdik. Ýenem ilaçsız jaýny sataman dep tuttu. Ese joy üçün telefon numarasy ýene bir aýtyp beriň. 97'den 97 407 407 1983. 1983 3 hanalyna kwartira satylady. Ýa bolmasa ýene Dilafruzyny
saqlab qolishimiz kerak. Birgalikda Xorazmlilar. Siz asli Hazarasipdansiz, Men o'zim Hazarasipli blogerlar iltimos sizlardan yordam beringlar. Urganchli blogerlar. Yana Urganchda vodnikda yashab o'tiribdi. Kelib bir yo'lingiz tushsa kirib o'ting. Befarq bo'lmanglar. Esa aka men ham qo'limdan kelganini chiqaramiz. Xudodan inorani. Xudo xolasa qo'ldan kelganini qilib turibman. Rahmat sizga. Sog' bo'ling esa. Xudo xolasa yaxshi bo'lib keting. Dilafruz sog' bo'lib keting. Xudo xolasa. Ilohim Xudoyim menda yaxshi bo'lib ketgay. Hech kim balasi kasal bo'lmag'ay. Amin. Balam demagin. Balasi kasal bo'lmag'ay. Sog' bo'ling aka. Rahmat katta. Mushkulingiz oson bo'lsin. Rahmat kanskisan. Biz uchun beminnat xizmat etib turganingiz uchun katta rahmat deyman. Ilohim sog'ayib ketgay shu qizingiz. Zo'r bo'lsa siz duo qilsangiz, Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Sog' bo'ling asa.